Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Marko. Men hozir YouTube'ga birinchi marta kirishim. Yo, birinchi marta emas, men ko'p kirganman, lekin YouTube kanalim man bo'lgan. Yani shunga bu YouTube kanalimni men o'zim yangi ochdim. Hozir mana skinim ham yaxshi. Men har xil Minecraftlar, ba'zi serverlar yomon turishi mumkin. Ba'zan Minecraftlar ba'zan har xil, ba'zan yoki do'stlarim bilan o'ynashim ham mumkin do'stlar. Men Minecraftni aytadigan bo'lsak, men haqimda men Minecraftning 4 yildan beri o'ynayman do'stlar. Mana ismim G'ayratbek. Meni eng yaqin oshnam YouTube kanali bor, lekin uning YouTube kanali bitta, lekin umuman bo'lmagan. Uniki Not.uz birinchi marta Quvonchbek Abdurahmon, ikkinchisi ismi Sevimlining teskarisi ismi Levogan. Endi esa uning nomi Not.uzga o'zgarib qoldi. Nomini o'zgartirgan anchadan beri. Mana bu nima deysizlaring, bu mana bu webkamerani qachondir videolarimda to'liq webkamera bilan olaman. Xullas qilamiz. Men Minecraftda aytadigan bo'lsak, hozir mana o'z qo'limdan men Minecraftda juda ham 4 yildan beri o'ynaganimga proman. Minecraftdan ko'p odamlar taniyman. Mana dunyoga kirib oldim. Qotib qoldim. Men video olmoqchi edim, video olmay, shunga birinchi ozgina video olib, keyin yaxshiroq katta uzunroq video olaman dedim. Mana manbayda ko'p quraganman. Ishni yoqmaganman, men shuncha shug'ullanganman do'stlar. Obunachilar, mana o'z obunachim yo'q, men aytibmanki obunachim yo'q bo'lganiga shu video hali olmaganman. Mana shunga sizlarga o'zimni proligimni ko'rsatib qo'yaman. Mana ko'ryapsizlar shekilli do'stlar. Hozir ko'rasizlar. Mana do'stlar ko'rdilaring shekilli. Men hozirda juda ham qotib qoldim. Ishlab ketdi. Hozir mana ko'ryapsizlar shekilli. Sizlar xo'sh bunda tushib ketib qoldim. Xo'sh sizlarcha bunaqa harakatlarni bilasizlarmi do'stlar? Buning uchun like va obuna bosishni unutmanglar do'stlar. Men ba'zan Minecraftda Java versiyalardan ham o'ynab turishim mumkin. Oldin o'ynatishni o'rgataman, keyin yaxshi so'z o'rgandim. Minecraft so'zlashimni o'rgataman. Agar video yoqmasa like va obuna bo'lishni unutmang. Do'stlar, video yoqmasa like va obuna va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Men ko'proq survival ham olaman, survival ham olishim mumkin do'stlar. Barcha o'ynayotgan Minecraftlarimda skin bir xil emas, chunki men o'ynayotganlarimda skinlari har xil bo'ladi. Chunki ba'zilarga skin qo'yib bo'lmaydi, ba'zilarning o'zini skin qo'yiladi. O'zim tushuntiraylik bo'laman. Bu esa men shu o'ynayotgan Minecraftimda ko'proq o'ynayman. Do'stlar, men haqiqiy Minecraft o'ynardim, faqat men uni menda qotadigan o'g'li qoldi, keyin uni o'chirdim va undagi xotirasini saqlab qo'yibman. Xotirasini saqlanadigan tugmani bosib qo'ydim va men xotirasini saqlanadigan tugmani bosganim uchun ham o'yinda sizning zip bo'lganingiz bor. Shunga endi tortmayapti. Bu do'stlar, birinchi videoyim ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rishguncha do'stlar, men bundan shug'ullanganman. Men shug'ullangan speedrunner bo'lyapman. Hop. Do'stlar, xayr, sizlar bilan men Marko o'zimga Minecraft oldim.